Yat ayol bilan qo'l ilishib ko'rishishning va o'g'il-qiz aralash o'qishning hukmi. Savol. O'g'il o'quvchining qiz o'quvchi bilan qo'l ilishib ko'rishishning hukmi nima? Agar qiz o'quvchi salomlashish uchun qo'lini uzatsa, qanday qilish kerak? Fatvo berguvchi ikki haramning ustozi Fazil ulama Abdulaziz ibn Baz rahimahulloh. Javobi: o'g'il qiz o'quvchilarning bir sinfda yoki bir maktabda aralash o'qishi durust emas. O'g'il qiz o'quvchilarning aralash o'qishi fitnaning, ya'ni gunohliq va harom ishlarning eng chong sabablaridandir. Bu vajidan o'g'il qiz o'quvchilarning aralash o'qishi durust bo'lmaydi. Ayol kishi qo'l ilishib ko'rishish niyatida qo'lini uzatgan taqdirdami, musulmon erning yot ayol bilan qo'l ilishib ko'rishishi durust emas. Buning dalili mo'nu hadisdir. Qala hina bay'atihi lin-nisa inni la usafihun nisaa. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollardan bay'at olganda, men ayollar bilan qo'l ilishib ko'rishmayman dedi. Bu hadisni Nasa'i, Ibn Majah, Imom Ahmad, Imom Malik xotirlagan sahih hadisdir. Maqal ibn Yasar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: La in yat'anu fi ra'si ahadukum bi makhitin min hadid khayrun lahu min an yamassa imra'ata la tahallu lahu. Sizlardan biringlarning o'ziga halol bo'lmaydigan nomahram ayolni tutqanidan beshiga begiz kirgani yaxshiraqdir. Tabrani Al-Kabir 486 hadisda rivoyat qilgan. Albani Sahih Jami 5045 hadisda sahih degan. Shundaqla mu'minlarning anasi Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Wallahi ma masat yadu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yadu imra'atun faqat ma kana yubayihunna illa bil kalam. Allah bilan qasamki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'li yot ayolning qo'liga asla tegib boqmagan edi. U zot ayollardan faqat ag'zaki bayat oladi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Ibn Majah va Imom Ahmad qatorliqlar xotirlagan. Allah azza va jalla Qur'onda mundaq degan: Haqiqatan Rasululloh aranglardagi Allohning roziligini va oxiratdagi ajr mukofotini umid qilganlar uchun, shundaqla Allohni ko'p zikr qilganlar uchun yaxshi ulgudir. Sura Ahzab 21-oyat. Ayol kishining mahrami hisoblanmagan yot er bilan qo'l ilishib ko'rishishi ham ayol kishining o'zi uchun, ham qarshi taraf uchun fitnaning sababi bo'lganlikdan bundaq qilish harom. Buni tark etish vojib. Ayol kishining ayol kishi bilan va mahramlari bilan qo'l ilishib ko'rishishi, dadasi bilan, aka-ukalari bilan, tog'asi bilan va boshqa mahramlari bilan ko'rishganiga o'xshashla durust. Buningda hech cheklimi yo'q. Muvaffaqiyat Allohdandir. Furqan Da'vat markazi tayyorlab tarqatdi. Mujtahidlar fatvolari blogidan ilindi.